qarorga ko'ra Saxovat va urush tajribasiga ko'ra ishni o'rganamiz va tadbirkorlik qulaylik yaratish bo'yicha yig'ilish o'tkazyapmiz. Bugungi yig'ilishimizda men sizlarga buxgalteriya tarif turlari, ya'ni bank oborotida qanday aylantirishingiz tarif turlari haqida ma'lumot beraman. Eng past tarifimiz bizda hozir 2 oy bo'ldi muddatni ochganlik. Profit degan tarif turimiz mavjud. Bu tarif turimiz qanaqa? Yangi ochilgan mijozlar uchun tekin terminal beriladi, ham kasafat, ham terminal. Undan tashqari bizda bu tarif turimiz 3 oygacha barcha kredit aylanmalar, внешний внутренний kredit aylanmalariga 0% dan hisoblanadi. Faqat uning limiti bor, oyiga 50 milliondan oshmasligi. Bu yangi ochilgan yangiliklar biz ariza olayotgan vaqtimizda bu Turon Profit 0 tarifdan tashqari yangi tarif olamiz, ya'ni 3 oy muddatdan keyin avtomatik boshqa tarif turimizga o'tkazish uchun tariflar bizda boshqa ariza olishni tarif turimiz mavjud. Turon Profit 0 tarifimiz esa 3 oygacha barcha tashqi ichki to'lovlar aylanmalarga 0 tarif va tekin hisoblanadi. Bunda faqat limit 50 milliondan oshsa faqatgina har chiqargan to'lovga 1000 so'm oladi. Limit bor, chunki undan keyin esa qolgan tariflarimiz tarifga qo'yiladi. Birinchi turibizda o'zingiz produktni tushuntirib bo'ldi. Sizlarga birinchi tanishtirmoqchi bo'lgan maqsad tadbirkorlik faoliyatini endi boshlayotgan aniq bitta biznesga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga yangi produktlarimiz chiqqan. Bunda limit 300 million so'mgacha va 300 milliondan ziyod ikkita tarifi, bittasi tezkor mikrokart, bittasi Turon qulay. Bundan asosiy maqsad shundaki, endi tadbirkorlik faoliyatini boshlagan tadbirkor turar joyi bo'lsa, o'shani garovga qo'yib ham kredit mablag' ajratishi mumkin. Foiz stavkasi 1 yilga 25, 2 yilga 26, 3 yilga 27% dan qilib beriladi. Tadbirkorning hech qanday reja talab etilmaydi. Faqat asosiy hisob raqami bizlarda mavjud. Tadbirkorlarga ajratiladi. Arizalar ko'rib chiqish muddati 3 bank ishini ko'rib chiqiladi. Garov ko'rganda o'shanga qarab baholangan qiymatga kredit mablag' ajratiladi. Buning maqsadi so'ralmaydi, qaysi maqsadga ishlatilganligini. Asosan deganimiz tadbirkor bitta tadbirkorlik faoliyati bilan emas, masalan, biz reja qilgan paytda bitta tadbirkorlik faoliyati bor bo'ladi-ku, orada qo'shimcha tadbirkorlik, masalan, paylik sohasi paylik ko'paytirishi yoki oziq-ovqat do'koni bo'lsa qo'shimcha tovar sotib olishi yoki do'konda yana qo'shimcha do'kon qurishi mumkin. O'sha maqsad turli xil maqsadlarda ishlatilganligi sababli o'sha kredit mahsuloti qulay hisoblanadi. Ular sovg'a yo'qmi?